Bahodir Jalolov ringga qaytmoqda. O'zbekistonlik 2 karra Olimpiada chempioni 9-may kuni Angliyaning Manchester shahrida tashkil etiladigan boks oqshomida jang qiladi. Jalolovga bu jangda Xorvatiya vakili Agron Smakichi raqiblik qiladi. Ushbu sportchi o'zbek boks muxlislari uchun begona emas. Boisi Bahodir Smakichi bilan 2024-yilning aprelida IBA'ning boks turnirida to'qnash kelishi kerak edi, biroq o'shanda Jalolovning o'rniga Jahongir Zokirov ringga ko'tarilgan va xorvatni ochkolar evaziga taslim etgandi. Ta'kidlash kerak, Smakichi professional boksda 24 ta jang o'tkazib, ularning 21 tasida g'alaba qozongan. 19 ta jangda raqiblarini nokaut qilgan. 3 ta jangda esa o'zi nokaut bilan mag'lub bo'lgan. Ma'lumot uchun, og'ir vazn toifasi vakili bo'lgan Bahodir Jalolov hozirgacha professional ringda 16 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alabaga erishgan. 14 ta jangda raqiblarini nokautga uchratgan. U o'zining so'nggi jangini 2025-yilning oktyabrida Vitaliy Kuduxonga qarshi o'tkazib, ochkolar evaziga g'alaba qozongan edi.